Andijonda joriy yilning 7-noyabr kuni o'smir qizlar janjali aks etgan video ijtimoiy tarmoqlarda keng tarqaldi. Videoda aks etgandek jabrlanuvchi qiz janjaldan so'ng aynan mana shu joyga kelib yiqilgan. Biz voqeaga oydinlik kiritish maqsadida manzilga yetib keldik. Men yo'q edim, ayam ham yo'q edi. Ular poylab, singlim bitta o'zi qolganligini chaqirgan, "Ke" degan. Keyin o'tmayman degan, ko'pchiliklarni bilib, o'tmayman degan. Keyin bo'pti deb domdiyoniga chaqirgan. Kelib bittasi ushab, bittasi videoga olib, bittasi urib, shunaqa uning ichida karatisi ham bor ekan. Joriy yilning 6-noyabr kuni Buloqboshi tumanining Sho'rbuloq mahallasida istiqomat qiluvchi bir guruh qizlar Andijon shahrining mustaqillik hududida yashovchi voyaga yetmagan qizning uyiga kelib janjal ko'tarishgan. Ma'lumotlarga qaraganda voqea jarayonida o'smirlar jabrlanuvchi qizni kaltaklagani yetmagandek, uning sochini ham kesib tashlagan. Buning asosiy sababi esa chunki urishganim sababi men o'rtog'im orqasidan bitta bola rosa yurdi. O'rtog'im u bola bilan gaplashmadi. Ma'lum bo'lishicha, bu kabi janjal oldin ham yuz bergan edi. Ya'ni qizlar o'rtasidagi o'zaro kelishmovchilik joriy yilning avgust oyidan buyon davom etib kelgan. Keyin u qizlarning uyiga bordim men, ayasining uyiga bordim. Chiq bitta deb borsam, qizini chiqarmay qo'ydi. Qizim uyda yo'q dedi, bir ikki qilaman dedi. Keyin men borib uyga janjal qilib keldim. Keyin Bulaboshiga bordim. Men qanaqa qilgan bo'lsa, ham shunaqa qilaman deb, men 10 ta qiz bilan bordim Bulaboshiga. Keyin u yerda qo'lda sumkasida leza bor ekan, lezadan shuni chiqaruvdi, menga qaradi. Shat meni qo'ldan tortish mana bo'ladi deb, keyin men uni qo'limni jarohatladim. Qaychida men sochimni kesib olgan. Taraflardan tushuntirish xatlari olinib, jabrlanuvchilarga nisbatan sud tibbiy ekspertizasi tayinlandi. Hozirda mazkur holat yuzasidan Andijon shahar ichki ishlar organlari faoliyatini muvofiqlashtirish boshqarmasi tomonidan tergovga qadar tekshiruv harakatlari o'tkazilmoqda. Hozirda 4 nafar zo'ravon qizlarning ota-onalariga nisbatan ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 47-moddasiga binoan bayonnoma rasmiylashtirilmoqda.